ishlatasiz. Asosiy ikkita maqsad bor. Agar siz o'sha joydan shox chiqishini xohlasangiz, olinadigan shoxingizni, ya'ni mana shu shox bizga kerak emas deb hisoblasak, biz buni taxminan bir qarich yoki 20 sm qoldirib kesamiz. Bunda maqsadimiz o'sha joydan shox chiqarish bo'ladi. Va aynan shu texnikani ishlatishdan ikkinchi maqsad, aslida bu shox o'zi kerak emas-u, aytaylik masjiddagi mevasi kerak bizga. Mana shu mevasini saqlab qolish uchun men mevali kurtaga qaytarib kesaman. Ya'ni texnikaning nomi qaytarib kesish va ikkita maqsad yuqorida aytildi. Undan keyingi texnika bu siyraklashtirib kesish deyiladi. Ya'ni men ana o'sha yerdan shox chiqishini xohlamasam yoki o'sha joyda shox ko'p bo'lsa, tegi bilan olish bu siyraklashtirib kesish texnikasi deyiladi. O'sha joyda sizga shox kerak bo'lmasa, bu texnikani ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Agar siz yosh ko'chat ekkan bo'lsangiz, siz qaytarib kesish texnikasidan foydalanasiz. Unda ko'chatni ekishingiz bilan yerdan 50 sm qo'yib kesib yuborasiz.